Qirg'iziston Xitoydan qarzi 2 milliard dollarga yetdi. Qirg'izistonda yaqinda muslimalarning niqobiga taqiq joriy qilinishi ham Xitoyda talabi bilan bo'ldi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov jamoat joylarida muslima ayollar uchun niqob kiyishni taqiqlovchi qonunni imzoladi. Qirg'iziston ham islomga qarshi kurashishda qo'shni davlatlardan o'rnak olishni boshladi. Ayollar niqobining Sadir Japarov va boshqa prezidentlarga nima zarari borligini tushunish juda qiyin. Umuman olganda Xitoy hukumati iqtisodiy qiynalgan va strategik jihatdan kuchsiz davlatlarga qarzni ayamasdan beradi. Ularni qaytara olmasligini bilsa ham beradi. Chunki ular ertaga qarzni qaytara olmagan taqdirda ulardan muhim obyektlarni tortib olib qo'yish uchun ham shunday qiladi. Bosib olingan yerlarda o'zlarining harbiy bazalarini quradi. Qarabsizki, agar yerli aholidan qarshiliklar bo'lgan taqdirda ham harbiy bazani qo'riqlash bahonasida hech kimni u joylarga yaqin yo'latmaydi.